Aleyküm, assalomu alaykum. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun 2026-yil Alloh taoloning ajoyib bir baxtli oqshomlarida sizlar bilan bugun Shabot tuman 21-son umumiy o'rta ta'lim maktabimizda maktabimiz direktori Oyimjon Yo'ldasheva ustozdan ruxsatlari bilan bugungi sizlarga ajoyib navbatdagi mahorat darsimizni o'tish maqsadlarida O'zbekiston xalq masxarabozi Quronboy aka Sadirlayev. Bugun bizlarning navbatdagi o'tadigan mahorat darsimizni Quronboy aka Sadirlayev, Otanazar Matyakubov hamda Bobomurod Egenbegin ishlatchilari masxarabozlik san'ati nima? Avloddan avlodga yetkazish maqsadida sizlarga bugungi chiroyli mahorat darslarini sizlarga ulash maqsadlarida kelganmiz. Men Sadirlayev Quronboy Ibodullo o'g'liman. Xorazm viloyati Shabot tuman Sho'xlik qishlog'ida tug'ilganman. Bu masxarabozchilik 1987-yilda tashkil qilingan. Erjonov Davlat akam ustozim tashkil qilganman. Ustoz bilan birgalikda shu ustoz menga o'rgatdi o'yinlarni hammasiga. Bu masxarabozchilik qolib qo'yatiradi. Xorazmda bo'lgan, boshqa yerda bo'lmagan bu masxarabozchilik o'yin. Bu Xorazmda bo'lgan. Ustozimiz o'rgatdi hammamizga. 4 edik bize, usta bilen 5 edik. Şundan azı indi 4'ümüz işlettiğimiz şirketler ham bor. O şirketler ham indi sapar Xudo xolasa konsertga kelgan vaqtda ikkalaman şirketlarni. Bu masxarabozchilik xonni doğrusunda, xonni vaqtida. Xonni eldinde saraya kelgan vaqtda masxarabozlar o'ynab kelgan. Xonni eldinde. Keyin saraya girgandan keyin masxarabozdan to'xtatib, bundan keyin gaplab bo'lgandan keyin birinchi masxarabozlarga beradi ekan o'yinni. Masxarabozlar xalqning ichida yuradi. Xalqning ichida yurgandan keyin kim og'irda topdi, kim urushdi, kim vazini o'g'irladi, kimi urdi, hamma narsani shu yerda xonni oldida o'yinni ko'rsatadi ekan. Kim o'g'irlagani, kimda ekani. Ana shunday deb tomoshani yaxshi biladi ekan. O'yinlanib zo'r o'ynab. Shu mahorat darsini hozir o'taman, quloq solib o'tirasizlar. Oldindan gaplab beraman, keyin shuni o'yinni ko'rsatib beraman sizlarga. Birinchi to'ylarda masxarabozlar boshlaganda lazgi o'yin bilan boshladi. Xorazm xalq masxaraboz o'yinlardan masxaraboz lazgida o'yin boshlaydi. O'ynab bo'lgandan keyin undan keyin yana bir o'yinni boshlaydi. Bu qumpishki o'yinni boshlaydi. Qumpishni bilasizlarmi? Qumpishik qumda, cho'lda, qumliqda bo'ladi. Qumda shu dimdik sari bir qumpishik bo'ladi. Muddatli turadi. Muddat. Yerni kuraydi muddat. Bizlar shuni ustozim shu o'yinni saqlanishtirib berdi bizlarga. Aslında bunday. Bir kampirning 2 o'g'li bo'ladi. Enasi xamir qiladi. Keyin 2 bolasini ham qumoq o'dina yuboradi. Qumoq o'dina yuborgandan keyin qumpishni ko'radi bog'alar. Qumpishni ko'rgandan keyin bir-birini aytadi, "Onunda qumpishik. Shuni tutamiz." dedi. "Qana desa, yurasa tutamiz" deb, yani qo'linda yiplar ham tashiydi. Dan ikkisi qumpishni tutamiz deb biroz vaqtni o'tiradi bular. Keyin qumpishni oxirida tutadilar. Tutib bo'lgandan keyin o qumpish ham qochib ketadi. Undan keyin uyina boradi. Uyina borsa, enasi shu qichqirib birdi, "Xona o'din, qana" deb enasi amallab zo'rdan bir nonni yapadi bu. İkisini ham bundan keyin tarbiya beradi. O'zlari tarbiya oladi. Ikki og'ay kelishadidan tarbiya oladi bir-birini. Bundan keyin bunday ishlarni qilamiz deb. Enamizni deganimizni qilamiz, atamizni deganini qilamiz deb. Ana shunday deb aytgan bizlar shuni ustozimiz shuni saqlanishtirib o'yinni ko'rsatadi. Bizlar endi Xudo xolasa hozir birinchi masxaravoz lazgi bo'ladi. Izindan undan keyin qumpish o'yini bo'ladi undan keyin. Bu masxaravoz san'atda menda ko'p o'yinlar bor. Birinchi masxaravozlar chiqqan vaqtida hayramon bo'ladi. 3 masxaravoz bo'ladi, qo'lida tayoq yugurib aylanib keladi.
Hayran man hey. Argısı nauga hayran sen hey dedi. Erege kuruk kalıptı dedi. Almasından kurt alıptı. Bu bağa emas, Çolistan buluptu. Taza çıkan bağbalara hayran man hey deb oyna kitaverdiler yine. Yine bir oyunumuz Sattaraj. Sattaraj balası bir neyse atası kumayı verdi balasını. Koylanıp bakasın deb. Bu 3 aydan beri gemiydi. Sonunda 3 aydan hin geledi bu Sattaraj oyunda. Saçları ösken şöyle giyen. Hakin ya Sattaraj'ın çağırıp geledi. Sattaraj'ın çağırıp geldiğinden keyin kanasa balanı görsət dedi. İna bala vay bu balanı nerede sakladın dedi. Bu 3 aydan beri dedi şu kumda dedi koy bakıp yatıptı bu dedi. Ne varsan aldıydı bunu saçını aldıydı. Kanasa bunu xırma üstü gepleşen dedi. Bu Sattaraj'a baytadı. Buğdaydan 5 batman dedi. 5 batmandan yeni bilesine mi? 100 kilo. Haydim şunday buğa 20 kilodan her batman 20 kilodan buladı. Üçüncüden 5 batman dedi. Azigirden xırmanını barısını ekkelesen deyim ben yanıma gelesen deyim. Körbe döşekim bilen dedi. Vay bu bala çağından uydu dedi. Bala çağa sınırcı iş akmaz dengese akşamına yiridi olanı. Uruç tapada olan hem meşini kızıl kuma çıkarasan dedi. Kızıl kumdan iş ederdi. Kum kapada. Gördünüz mü? Şundan da terbiye yolu da o maskaravatçılık diyen senedi. Yine maskaravat senetinden yine Porhan var. Porhan'la yağı hazıram tapıladı verdi yağı. Bu Porhan yağı ser nere buladı da? Bala. Keyin Porhan yanap baradı. Porhan yanap baradındaki sana soruyordu. Atasını deyenini kılamı? Enesini deyenini kılamı? Acıgilde teyinde kalkan mı? Köpün teyinde ötken mi? Özünden ulluğa salam veremedi yanında. Özünden ulluğa salamam vermedi. Yoldan ötkende kesek zınadı. Bir öğlen aynasına sındıradı dedi. Sen bana dedi. Bunun hakkı dedi. Bir maşin dedi cengi al dedi. Şunun üstünde otlaysan balana dedi. Şunda yok dedi. Ne alsan bunu davalıp be dedi. Şu vakta Porhan deryanı aladı da bu üstünde takır dedi. Aydım 3 aydım. Akşam yarmağa doydum. Yarısını cilliye koydum degenden keyin Porhan'ı kovalak dedi bu. Kovala geleyindeki atasının yanına geldi. Bu balan kargış amağan mı? Bu yaxşı boladı dedi. Kanı ondaki yanında oturturdu. Balası ondaki yanından deryanı uğradı takırtadı. Çep eğinden olsa oğun eğinden çık. Oğun eğinden olsa çep eğinden çık da bir getirdi. Ondaki balası yaxşı boladı. Ya yaşlı aytadı özünde duyma dedi. Keyin yine balası yaşlı aytadı. Çilim çek. Tam başının gülünü çek dedi. Tövbe oturan gelecek her yandan öpecek diye ondan. Oho yine dedi balan dedi yaxşı oldu dedi. Şu bilen anşı Porhan oyun buladı. Şimdi oyunlar köp bizlerden. Anşı oyunlarını Xuda kalasa ürgetemezler hemmeydi. Hazırsa indi eldinden bir Harazm yağı lezgi, indi bizlere maskaroz lezgi deb aytadı bizlere de. Şu Xuda kalasa hazır maskaroz lezgini sizlere göstertemiz hazır.
Bugünkü maharet dersi yaxshi bo'ldimi? Salomat bo'linglar. Hammaga o'xshay kelinglar. Kim qaysi maskarabaz o'yin bo'ladigan bo'lsa, mayama kelaversa. O'zim birga aytaman, qadimgi maskarabaz o'yinlar hammasi shuni. Yaxshi sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.